Bosh shtabi Amerikaga joylashgan Ovoz nomli tor bekat Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining diqqatini Sharq Turkistonda Xitoy zulmiga uchrayotgan Uyg'urlarga tortish uchun imzo qo'yish faoliyati qo'zg'adi. Ovoz torda Xitoy Uyg'urlarga qilayotgan ziyonkashligini to'xtat mavzusida e'lon qilingan murojaatda 3 milliondan ortiq Uyg'urning nohaq holda yig'ib olish lagerlariga qamalganligi, Xitoy soqchilarining tutqun qilingan Uyg'urlarni xohlagancha dafsanda qilayotganligi ta'kidlangan. Murojaatnomada yana Uyg'ur balalarning ota-onalaridan ayrilib, balalar lagerga qamalganligi ta'kidlanib, bularning hammasi insoniyatga qarshi jinoyatdir. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa siyosiy yo'llarning bu masalaga aralashishini talab qilamiz deyilgan. Shundaqla yana Xitoy Kommunist hokimiyatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmini to'xtatishga, Xitoyning xalqaro kishilik huquq qonunlariga asosan jazolashga va Xitoyga embargo yurgizishga chaqiriq qilingan. Xitoyda o'tirg'i chiqqan yangi tipli koronavirusi Yevropa va O'rta Sharqda tez sur'atda tarqalmoqda. Eronda virus bilan o'lganlar soni 14 ga chiqish bilan birga muavin sahya ministeriyumi virus bilan yo'qimlandi. Yevropada koronavirusi ko'rilgan davlatning soni oshmoqda. Yangi bayqalgan yuqumdorlarning Italiya bilan munosabatli ekanligi ilgari surildi. Yevropada ahvol eng og'ir bo'lgan Italiyada yuqumlanuvchilar 300 dan oshdi. O'lganlar soni 11 ga yetdi. İspaniyadagi bir orolda italiyalik bir sayohatchida koronavirusi bayqalgandan keyin bir mehmonxonadagi 1000 kishining sirtqa chiqishiga ruxsat qilinmadi. Avstraliya, Krodiya, Shvetsariya va Shimoliy Afrikadagi Aljeriyada ko'rilgan yuqumdorlarning Italiyaga berib kelganlar ekanligi aytilmoqda. Yana bir tarafdan Xitoy Sahiyya komiteti oxirgi bir kunda 52 kishining o'lganligini, buning bilan o'lganlar sonining 3000 dan oshganligini, yangidan 406 yuqumdor bayqalganligini e'lon qildi. Lekin Xitoyning haqiqiy ahvolini yoshirayotganligi, o'lguvchilar sonini azaytib e'lon qilayotganligi ta'kidlanmoqda. Amerika Yezigilik Ministerligi birinchi bosqichlik iqtisod va savdo kelishimiga asosan Xitoy tarafining bergan va'dalarini ishga oshirishga boshlaganligini bildirdi. Amerika Yezigilik Ministerligi birinchi bosqichlik kelishimga asosan Xitoyning Amerikadan import qilinadigan uy hayvonlari, hayvon yemi va ko'ktat qatorliqlarni o'z ichiga olgan dehqonchilik mahsulotlariga qo'yilgan cheklamalarni bekor qilishga boshlaganligini e'lon qildi. Ministerlik e'lon qilgan bayonotda Xitoyning Amerikadan import qilingan oshliq mahsulotlarga qo'yilgan o'ch elish xarakterlik tammojni bejini tuvalatganligi bildirildi. Amerika prezidenti Donald Trump bilan Xitoy muavin ministri Liu He 15 yanvar Oqsaroyda birinchi bosqichlik savdo kelishimiga imzo qo'ygan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Iran, Shimoliy Koreya va Suriyaga qarshi yo'l qo'ygan kollektiv qirg'in qilguvchi qurollarning kengayishining oldini olish qonuni doirasida Xitoy, Iran, Rossiya va Turkiyadagi 13 shirkat va shaxsga embargo yurgizish qarori chiqarilganligini e'lon qildi. Pompeo Amerika tarafidan Xitoy, Rossiya va Iroq qatorliq 13 davlatga shirkat va shaxslarga yadro qurollarining kengayishining oldini olish kelishimiga xilof holda Eronning boshqariladigan bomba tadqiqotiga yordam qilganligi sababli embargo yurgizishga boshladi dedi. Bu shirkat va shaxslarga Amerikaga kirish cheklamasi va savdo cheklamasi qo'yilganligi bildirildi. Misrda taxtdan tushirilgan sobiq prezident Muborak 91 yoshida vafot bo'ldi. 1981-yildan 2011-yilgacha 30 yil Misrni qattiq qo'lliq bilan boshqargan Muborak 2011-yili portlagan va Arab bahori deb nom berilgan namoyishlarda taxtdan tushirilgan edi. Muborak vazifasidan tashlangandan keyin ikki o'g'li bilan qo'lga olingan va sotlangan. Muddatsiz qamoq jazosi berilgan Muborak 6 yil turmada yotgandan keyin 2017-yili martda qo'yib berilgan. Misr Muborak davrida harbiy chiqimni hadab kuchaytgan, lekin ishsizlik, nomrodlik va chiriklik avjiga chiqqan.